Assalomu alaykum. Bugun ajoyib misol ko'ramiz. Ya'ni a, b, s yig'indisi 0 bo'lsa, a kvadrat plus b kvadrat plus c kvadrat 4 bo'lsa, a ni to'rtinchisi, b ni to'rtinchisi, c ni to'rtinchisini toping debdi. Birinchisi kvadratni oshirsak, bu a kvadrat plus b kvadrat plus c kvadrat plus ikkilangan a b plus b c plus a c teng 0 ekan. Demak, shundan biz mana bu joyga 4 qo'yamiz. Demak, AB plus BC plus AC bu demak minus 2 ga ekan. Buni ham kvadratga oshirsak, AB ning kvadrati plus BC ning kvadrati plus AC ning kvadrati. Demak, plus ikkilanganliklaridan qaranglar, ikkilanganliklaridan a b c ni chiqarsak, bu a plus b plus c shakliga keladi. Shu 4 ga teng bo'ladi. Demak, mana narsa 0 bo'lib ketadi-da. Demak, a b ning kvadrati plus b c ning kvadrati plus a c ning kvadrati demak teng 4. 4 ga keldi. Demak, mana shu tepani kvadratga oshirib yuborsak nima bo'ladi endi? A ning to'rtinchisi plus b ning to'rtinchisi plus c ning to'rtinchisi va ikkilanganlari bu mana shu a kvadrat plus b kvadrat bo'ladi. Keyin b kvadrat c kvadrat ko'paygan bo'ladi. Xuddi shu ikkilanganlar, ya'ni 2 karra mana bu, ya'ni 4. Shu buni kvadratga oshirsak 16. Demak, a ning to'rtinchisi plus b ning to'rtinchisi plus c ning to'rtinchisi teng bo'lar ekan 8 ga.